O'zbekistondagi eng qimmat narxi bitta Malibu 2 yoki 20 ta iPhone 16 Pro Max ni puliga teng bo'lgan telefon. Vertu. E'tibor bering, bu telefon 100% Angliyada Jeki Haggs tomonidan qo'lda yig'ilgan. Elegantlik, kamtarlik, jiddiylik va hashamat. Nimaga bunday deyotganimni hozir bilasiz. Vertu Signature V. Bu telefonni ko'rgan har bir inson unga shunchaki telefon sifatida emas, balki yuqori sinfning o'ziga xos simvol sifatida qaraydi. Uning narxi bu shunchaki raqam emas, balki ijtimoiy mavqening darajasi. Bu telefonda ilk ko'zga tashlanuvchi narsa bu uning jasoratli ko'rinishi. Uning korpusi aviatsiya sanoatida ishlatiladigan alyuminiydan, orqa qismi esa alligator terisidan qilingan. Bular Vertu'ni xuddi tog' leopardi kabi eng yuqori cho'qqilarda hukmdor bo'lishini ta'minlaydi. Telefonning qimmatbaho qismlaridan yana biri yon tarafida joylashgan qizil yoqut tosh. Bilamizki, bunday toshlar biz kundalik ko'radigan telefonlarda uchrayvermaydi. Ular faqatgina eng qimmat va maxsus buyurtma asosida chiqqan telefonlarga qo'yiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, agar siz yuqori san'at qadrlaydigan inson bo'lsangiz, bu telefon sizning eng qimmatbaho xazinangiz bo'lishi mumkin. Bu telefonning ichki tizimlari zamonaviy texnologiyalarga asoslangan, ammo tashqi ko'rinishi o'sha biz bilgan eski afsonaviy ko'rinishda qolgan. Xuddi latofatli aktrisa Gal Gadotning Qahramon ayol filmidagi eski va yangi dunyoning uyg'unlashuviga o'xshaydi. Eski afsonalar, go'zallik, boylik va zamonaviy texnologiya. Ushbu Vertu telefoni aynan mana shu ikki dunyoni birlashtiradi. Va bu O'zbekistondagi biz bilgan eng qimmat telefon. Uning narxi naqd $22,000. Bu telefon faqatgina o'zini qadrlaydigan, atrofdagilar oldida o'zini qanday ko'rsatishni biladigan, yuqori elegant, jiddiylik va hashamatni o'zida jamlagan insonlar uchun. Sizda ham aniq mana shunday hashamatni yoqtiradigan tanishlar bor. Aynan ularga bu videoni yuborib qo'ying. Eng qimmatida doim eng qimmatlari tilga olinadi. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.